Koreya hayotidan bir kunlik vlog. Bu video umuman boshqacha bo'ladi. O'ylab qarasam, faqatgina chiroyli joylarga borganimizda chiroyli videolar ko'rsatar ekanman. Bugun Amirchik bilan oddiy bir uydagi kunimizni ko'rsatmoqchiman. Nechida uyg'onib, nimalar qilishimizni hammasini Amirchik hal qiladi. Hattoki mana qachon ovqatlanishimgacha. O'zi umuman olganda faqat menda emas, hamma bolasi bor onalarda shunaqa bo'lsa kerak. Agar ular bolasi bilan yolg'iz yashashsa, shunaqa paytlar qaynonasi bilan yashaydigan kelinlarga havas qilaman. Hatto 5 minut bolangizni olib turishsa-da, 5 minutgina xotirjam ishingizni qilib olsangiz. Agar uyimizni ko'rib, "Vau, namuncha bardak" deyotgan bo'lsangiz, bemalol. Sizlarning o'rningizda bo'lganimda mana shunaqa degan bo'lardim. Erjon azonda 4 da ishga ketdilar va obeddan keyingi 3 ta kunlargacha Amirchik bilan biz yolg'izmiz. Va men uy ahvoli qanday bo'lgan taqdirda ham faqatgina bolamdan bo'sh olsam qarolayman. Birinchi qiladigan ishimiz men drain effektichaman, Amirchik esa smeys. Undan keyin u o'ynab tura olsa, agar yig'lamasa o'zimga zavtrak tayyorlayman. Zavtrakni ko'p bir amallab tayyorladim. Aytgancha tuxumni faqat men shunaqa qo'rqib qovuraman. Endi ovqatlanaman deb o'tirganimda как всегда yoniga chaqirib oldi. Bola katta bo'lgani sari qarash qiyinlashadi deysa ishonmasdim. Naborot u bu narsalarga chalg'ib o'ynashni boshlaydi. Anchagina oson bo'ladi deb o'ylardim. Tushunishinglar uchun bizani bir marta pampers almashtirish tariximiz kamida 10-15 minut vaqtimiz oladi. Amirchikni cho'milishdan keyingi holatini tasvirlab bera olmayman. Prosta ko'ringlar. Okay, let's go. Faqat bolaga qarayman desam kulgili tuyulishi mumkin. Sizlarga 2 minut ko'rinayotgan bu video aslida 2 soat vaqtimizni oldi. Amirchikni uxlatib, kuchim qolgan bo'lsa uborkaga o'taman. Voy, bu nima deganingiz? Kuchingiz qolmagan bo'lsa, uyingiz shundoq turadimi demanglar. Bir xil payt shundoq qolib ketishi mumkin. Erjon kelganlaridan keyin Amirchikka olib tursalar qila olmayman. Baxtimga Erjon to'g'ri tushunadilar. Ayniqsa agar bilsanglar, video olishdan ko'ra montaj qilish ancha qiyin. Kerakli joylarini kesib, kerakli zvuklarni qo'yib, bu esa bolali bo'lgandan keyin 2 barobar qiyinlashar ekan. Hech qanday oshiqcha shovqinlarsiz azvuchka qiladigan bir vaqtda bolalar shovqin qilib tursa qanaqa bazuchka qilib bo'ladi. O'shaning uchun bu ishni ham faqatgina boladan bo'sh olsa qilinadi. Erjon ishdan kelgunlargacha bizda har kuni shunaqa bir xillik. Ular charchab kelmasalar, ko'chaga biror joyga boramiz. Charchagan bo'lsalar, dal shundoq davom. Keyingi videolarda ko'rishguncha like va podpiska bosib qo'yishni unutmanglar.